Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan har doimgidek ulug'bek anchadan beri chiqmovdim. Videolarga olmadik. Kontentimizni boshladik. Biz sizlar uchun apparatlarni ko'rib turgandik. 13 Pro'lar, 15 Max'lar, iPad'lar ham yerdik. Ko'pchilik iPad'ni so'raydi. Игровой iPad'lar hammasi 120 bo'lgan. Shular narxlarini tanishlar o'tadi. Qani bo'lmasa ketdik. Obunachilar bizning Telegram kanalimiz ham bor. Ko'rganingizda ham iPad'larni test qilamiz, narxlarni qo'yib boramiz. Mana iPad M4lar kanalga qo'yilmagan iPad'larni qo'yib borganmiz. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Nikini ko'rib olsanglar bo'ladi. Mana shu bizning ofitsialniy Telegram kanal. Okalar, birinchi bo'lib ko'rsagan telefonim bu sizlarga iPhone 12 Pro imzo bo'ladi. 12 Pro imzo bor. 512 GB, batareya yo'mkisi 70, narxini $285 qilib beramiz. Biz sizlarga $285 12 Pro. Topa olmaysizlar, chiqardan bunaqa narxga. Ekrani original qo'yilgan, o'zimiz original ekran qo'yganmiz. True-tone, Face ID hamma yog'i ishlaydi ushbu 12 Pro imzoni. $285 qilib beramiz. Keyin yana bitta 12 Pro imzo bor, 256 tali 76 yo'mkis. Orqa krishkasi alishgan. Buni narxi $350 bo'ldi. Ko'rib turganingizda razницasi почти $70 bo'ldi. O'sha ekran alishganiga tag'in bu telefonimizda 512 GB. Buni agar ideal bo'lganda 400 ga yaqin sotiladi. Keyingi ko'rsatilgan telefonlarimiz iPhone 13lar. iPhone 13larning o'zi 256 tali 79 yo'mkis, 512 tali 87 yo'mkis. Mana bu telefonimizda $430 bo'ldi. 512 GB. 256 taligimizni $390 qilib beramiz sizlarga. Green rangi, bunisi ko'k rangi. Ideal holatda hech qayerda alishmagan ushbu telefonlarimizni. Ushbu telefonlarga o'zi hamma masalan telefonlarimizda rassomchi xizmati mavjud. 13 keyin mana bunaqa korobkaligi bor. 23 ta tsikl, 23 marta zaryadka bo'lgan. 128 talik SIM kartasi ham, eSIM ham imekadan o'tgan. Korobkalari bor. Narxi $450 qilib beramiz. Juda ham zo'r holatda turibdi, yengidek telefon. Yangi modellarimiz 13 Pro'lar. 13 Pro'lar ma'nolari bor. 83 yo'mkis ideali bor, hech qayerda alishmagan, ochilmagan, usti ko'rmagan. Buni narxi $510 atrofida bo'ldi. Keyin 78 yo'mkis korobkali bor, 128 talik. Buni narxini $490 qilib beramiz. 13 Pro'larimiz bor, yana mana 95, 100 bular Dubaydan kelgan, batareyasi alishgan. Shu 13 Pro'larimizning narxi $500 atrofida bo'ldi. Keyingi model ko'rsagan modelimiz 13 Pro Max'lar. Mana bular. 580 dan 610 gacha bo'ldi. 82 yo'mkisi 1.8 talik ideal. 87 yo'mkisi 1.8 talik ideal. 580 $610 bo'ldi bular. 590 ga ham bor, 78 yo'mkislik 83 lari ham bor, ko'rsanglar bo'ladi. Assortiment ko'p bizda. Yoqqanini tanlab ketsanglar bo'ladi. Rastochka xizmati mavjud. Nasiyaga chiqazib beramiz hamma iPhone'larimizni. Keyingi telefonimiz 12 Pro Max'lar. Ular ham korobkada turibdi. Ko'rganingizda 88, 94, 96. Necha ekan yo'mkisi? Buniki yozilmagan ekan. 87 ekan, 87. Mana shu 12 Pro Max'larimiz ham bor. Ko'pini yo'mkisi o'ziniki, masalan, ma'mulaniki o'ziniki, ma'mulaniki batareya alishgan, u siliniy qo'yilgan. Narxi $440 atrofida bu telefonlarimiz. Bularga ham rastochka xizmati mavjud. Ko'rsanglar bo'ladi. Masalan, menga ham oq yoqib qoldi holati. Oqligi vashcha zo'r ekan. Ekranlari ham radnoy. Ko'rsanglar bo'ladi. Holati tinib turibdi. Hech qanaqa ichida kameralari, chang-panglari yo'q. $440 dan bo'ldi ushbu telefonlarimiz. Keyin ko'rsagan telefonim 14 Pro. 14 Pro'miz qoldi. Mana 14 Pro'miz hozir vashcha zo'r narxda ketyapti. 83 yo'mkis, 256 korobkali, $610 qilib beramiz skidkada. Vashcha zo'r narx. 13 Pro Max narxida 256 talik 14 Pro korobkali. Keyin 610 ga yana bitta 14 Pro'miz bor. 1.85 yo'mkis korobkali. Bu ham ideal holatda turibdi. $610 qilib beramiz. Keyin yana o'tib beramiz ushbu iPhone'larimizni. Keyingi iPhone'larimiz 14 Max. Bu ham bor. 80 yo'mkis 1.8 talik $690 qilib beramiz ushbu 14 Max'imizni. Ideal holatda turibdi. Chaqir-chuqur qirilgan, chizilgan joyi, SIM kartasi bilan eSIM ekan. Keyingi ko'rsagan telefonlarimiz 15 Pro'lar. 89 yo'mkis, 85 yo'mkisligi bor. 85 yo'mkisligi bor, 1.8 talik korobkali. $740 qilib beramiz. 89 yo'mkis 1.8 korobkali bor. Bu ham
$40 qilib beramiz. Idealniy holatda turibdi. Rastochkaga olib ketsanglar ham bo'ladi. Hech qanday alishib, ochilib, ko'rib usti ko'rmagan telefonlar bular. 15 maxlarimiz ham bor. Eng arzoni, eng minimalisi $740 dan boshlanadi. 15 Pro Maximiz. 86 yomkiz, 256 talik regionini qarab beraman mana sizlarga. Ko'rsanglar bo'ladi. Hech qanday alishmagan, ошибкалari yo'q. Ja regioniga 256 talik. $740 qilib beramiz. 15 Pro ning narxida ulgurib qolinglar, bunaqasi ham. Korobkasi yo'ligi uchun narxi arzon. Keyin mana bu ham 15 Pro Maxlarimiz bor. 87 yomkiz, 85 yomkiz, 87, 88. Xo'sh, 85 yomkizli 15 Pro Maximiz $890. Bunimizni hozir aytaman. $820 bo'lyapti. 820. 87 256 taligimiz bor. Buni 870 beramiz. 87 256 bor. Buni 860 qilib beramiz. 512 talik bor, $890 beramiz. Hammasi idealniy holatda, ochilib usti ko'rmagan hech qaysini. 16 Maxlarimiz bor. Mana 16 Maximiz bor. Arzonchi 16 Max. Mana bu yerda bunaqa joyi bor. Qaranglar, qora fonda ko'rinmaydi, lekin oq fonga o'tkazsanglar ko'p turganingizda kichkina holchasi bor. Batareya yomkisi 100, idealniy holatda turibdi. 256 korobkasi, simi, hamma narsasi bor. Narxini $790 qilib beramiz. 15 Pro Maxdan arzon. 92 yomkisli 16 Maximiz ham bor. Mana idealniy holatda buni $950 qilib beramiz. Keyin ko'rsatilgan telefonim okalar, xudo xolisa, mana telefon emas, iPadlar bo'ladi. Ko'rib turganingizdek. Bunaqa iPadlarimiz bor. PUBG deb 120 ochadi ushbu iPadlar. Ko'rsanglar bo'ladi. Instagramimizga o'tib test qilganmiz. Hammasi 120 ochadi. SIM kartali 256 talik iPad Pro $425 qilib beramiz. PUBG da 120 FPS ochadi. iPad Pro 2018 bor, 11 yillik. Arzonga 120 ochadi, 120 ochish kerak deganlar uchun mana bunimiz bor. Ko'rib turganingizdek, bunga mana PUBG hammasiga, hamma iPadda bizda PUBG bor. Kelib o'ynab tekshirib olsanglar bo'ladi. Biz iPadlarni rastochkaga ham beramiz. 3 oydan 12 oygacha. 120 ochadi, 89 yomkiz, 64 talik, $380 qilib beramiz. Arzonga kimga 120 FPS li hamma yoqda iPad kerak desa mana bor. Keyingi iPadlarimiz endi buni TJLVS iPad desa bo'ladi. iPad Pro 12.9 M1. Ko'p turganingizda mana buni hamma narsasi bor, ichi-ichoqlari, zaryadchi, USB shnur. 12.9 razmeri 256 talik. Bunda stream qilsanglar bo'ladi, bemalol kompyuterga urib, chunki buni protsessori M1 protsessor, kuchli protsessor. iPhone'larni notebooklar, Apple notebooklarida qo'yiladi, kompyuterlarda qo'yiladi. Buni narxiga kelgan bo'lsa $595 qilib beramiz. 120 FPS ochadi, boshlang'ich to'lov bilan 12 oyga rastochkaga olsanglar bo'ladi. Mazza qilib stream qilib, qizlar bilan o'tirib stream qilsanglar ham bo'ladi. Yana bitta shunaqa. Voy, ne olasiz? Yana bitta iPad Pro'miz bor, 12.9 ko'rib turganingizda. Bu ham xuddi shunaqa 256 talik idealniy holatda turibdi. Uni ham rastochkaga qilib beramiz. Keyin ko'rsagan telefonim Samsunglar okalar. Samsung so'ragan okalar ham bor, chunki S21imiz bor, $210 qilib beramiz. 256 talik S22imiz bor, 256 talik $255 qilib beramiz. Yana takoy. Ana seriozniy okalar uchun bunaqa Apple Watch Millennium bor, Sapphire. Ekrani Sapphire bo'ladi, bularni qirilmaydi, yoni nержавеющий stal. $290 qilib beramiz. Menimcha OLX bunaqa arzonga topa olmaysizlar. Cho'tki narx beraman. Kelib olib ketagan joy. Asha bizning telefonlarda okalar yoqqan bo'lsa pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib zakaz bersanglar bo'ladi. Rastochka xizmati bor. Streamerlar uchun iPadlarimiz ham bor. Moshni, xudo xolisa M4 ham bo'ladi, M2 ham bo'ladi. Kuzatib borsanglar bizning kanallarimizga podpiska tashlab, sizlar bilan ulug'bek bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat okalar.